11-pora. Tavba surasining 94-oyatidan boshlanadi. Ular huzuriga qaytganingizda sizlarga uzr aytadilar. Ayting, uzr aytmangiz, sizlarga sira ishonmaymiz. Alloh bizga sizlarning xabarlaringizdan bildirdi. Albatta Alloh va Rasuli ishlaringizni ko'rgay, so'ngra g'oyib va oshkora ishlarni biluvchi zot Allohga qaytarilursiz. Bas, u sizlarga qilgan ishlaringiz xabarini berur. Ular huzuriga qaytganingizda ulardan uzr qabul qilib beparvo bo'lishingiz uchun Alloh nomi bilan qasam ichadilar. Mayli, ularga parvo qilmangiz. Zero ular nopokdirlar, joylari esa qilmishlariga yarasha jahannamdir. Ulardan qanoat hosil qilishlaringiz uchun sizlarga qasamyod etadilar. Sizlar ulardan qanoatlansangiz ham Alloh fosiqlar qavmidan sira rozi bo'lmagay. Arabiylar odatda kufr va nifoqda kuchliroq va Allohning rasuliga nozil qilgan narsalar hududini bilmasliklari aniqroqdir. Alloh esa ilmli va hikmatli zotdir. Arabiylar ichida qilgan sadaqasini zarar, ortiqcha chiqim deb biladigan va sizlarga musibat bo'lishini kutib turadiganlari ham bor. Ular uzra yomon balo kelsin. Alloh eshituvchi va biluvchidir. Arabiylar ichida Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan, qilgan sadaqalarini Alloh huzurida yaqinlik va Rasul olqishi deb biladiganlari ham bor. Albatta, u ular uchun Allohga yaqinlikdir. Alloh ularni albatta o'z rahmati jannatiga kirgizur. Albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Muhojirlar va ansorlarning dastlabki peshqadamlari hamda ular ortidan ezgulik bilan borganlardan Alloh rozi bo'ldi. Ular ham undan rozi bo'ldilar. Yana ular uchun ostida anhorlar oquvchi, ular unda abadiy mangu qoladigan jannat bog'larini tayyorlab qo'ydi. Ana o'sha ulkan yutuqdir. Tevaragingizdagi arabiylar va Madina aholisi ichida munofiqlar ham bor. Ular nifoqda bardavomdirlar. Ularni siz bilmaysiz, ularni biz bilamiz. Albatta, ularni 2 bor azoblaymiz. So'ngra qiyomatda ulkan azob do'zaxga qaytarilurlar. Yana boshqalari ham borki, gunohlarini tan olurlar. Yaxshi ishni boshqasi yomoniga aralashtirib yuborganlar. Alloh ularning tavbalarini shoyat qabul qilsa, albatta Alloh kechirimli va rahimlidir. Mol mulklaridan ularni u sababli poklashingiz va tozalashingiz uchun sadaqa oling va ular haqqiga duo qiling. Albatta duoingiz ularga taskin, tasallidir. Alloh eshituvchi va biluvchidir. Ular Allohning bandalari tomonidan qilinadigan tavbani qabul etishini, sadaqalarni olishini hamda Alloh Tavvob
va rahim ekanini bilishmaganmidi? Ayting, ishlangiz, albatta Alloh rasuli va mu'minlar ishlaringizni ko'rajaklar. Shuningdek, albatta g'oyib va oshkora ishlarni biluvchi zot huzuriga qaytarilursiz. Bas, o'shanda sizlarga qilgan ishlaringiz xabarini berur. Yana Allohning amriga havola etilgan boshqalari ham borki, ularni yo azoblar yoki tavbalarini qabul etar. Alloh bilimli va hikmatlidir. Yana shundaylar ham borki, ular mu'minlarga zarar yetkazish, kufr, mu'minlar orasiga tafriqa solish va oldin Alloh va uning rasuliga qarshi urushgan bir kishiga ko'z tutish uchun masjid qurib oldilar. Yana faqat bundan yaxshilikni istagan edik deb qasam ham ichadilar. Alloh guvohlik beradiki, ular albatta yolg'onchilardir. Ey Muhammad, zinhor siz unda namoz o'qish uchun turmang. Birinchi kundan taqvoga asoslangan masjid esa unda turishingizga loyiqroqdir. Unda poklanishni xush ko'radigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevar. Binolarini Allohdan beriluvchi taqvo va rozilik asosida qurgan kishi yaxshiroqmi, yoki binolariga qulayotgan jar yoqasini asos qilib olgan va shu sababli o'zi ham jahannam o'tiga qulagan kishimi? Alloh zolimlar qavmini hidoyat qilmagay. Qurgan binolari buzib tashlangach, to yuraklari yorilgunga qadar dillarida shak bo'lib qolur. Alloh bilimli va hikmatlidir. Alloh mu'minlardan jonlari va mollarini jannat evaziga sotib oldi. Alloh yo'lida jang qiladilar. Bas, o'ldiradilar va o'ldiriladilar. Tavrot, Injil va Qur'onda o'zining haq va'dasini bergan Allohdan ko'ra kim ahdiga vafodorroqdir? Bas, bitishgan bu savdolaringizdan shodlaningiz. Ana o'sha ulkan yutuqdir. Ular tavba qiluvchilar, ibodat qiluvchilar, hamd aytuvchilar, sayohatchilar, ruku etuvchilar, sajda qiluvchilar, yaxshilikka buyuruvchilar, yomonlikdan qaytaruvchilar va Allohning hududi buyruqlariga rioya qiluvchilardir. Mo'minlarga Allohning mukofotlari haqida xushxabar bering. Na payg'ambar va na mo'minlar mushriklar uchun, garchi ular qarindoshlari bo'lsa ham, ularning do'zax ahli ekanlari ma'lum bo'lgandan keyin istig'for, gunohlarini kechirishini so'rashlari joiz emas. Ibrohimning o'z otasi uchun istig'for so'rashi faqat unga qilgan va'dasi tufayli edi. Allohning dushmani ekani bilingandan keyin undan voz kechdi. Albatta, Ibrohim oq ko'ngil va halimdir. Alloh biror qavmni hidoyat qilgandan keyin ularga nimadan saqlanishlarini bayon qilmagunicha ularni adashtirmagan. Albatta, Alloh har narsani biluvchidir. Albatta, osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir.
u tiriltiradi va o'ldiradi. Sizlar uchun Allohdan o'zga do'st ham, yordamchi ham yo'qdir. Alloh payg'ambarning, muhojirlar va ansorlarning tavbalarini qabul etdi. Ulardan bir guruhining dillari chalg'i yozgandan keyin og'ir bir soatda unga ergashgan edilar. So'ng tavbalarini qabul etdi. Albatta, u ularga mushfiq va rahimlidir. Yana jangga chiqmay qolgan 3 kishining ham tavbalarini qabul etdi. Ularga yer shuncha kengligi bilan torlik qilgan, dillari tang bo'lgan va Alloh g'azabidan faqat o'ziga qochish bilan panoh topilishini bilishgandan so'ngra ular tavba qiluvchilardan bo'lishlari uchun Alloh tavbalarini qabul etdi. Albatta, Alloh Tavvob va Rahimdir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan qo'rqingiz va iymonda sobiq kishilar bilan birga bo'lingiz. Madina aholisi va ularning tevaragidagi arobiylar uchun Allohning rasulidan qolishlari va undan kechib o'zlari bilan mashg'ul bo'lishlari joiz emas edi. Buning boisi ularga Alloh yo'lida biror tashnalik, qiyinchilik, ochlik yetsa va kofirlarning jahlini chiqaradigan qadam bossalar, dushmanga biror musibat yetkazsalar, albatta ularga shu sababli yaxshi amal yozilur. Albatta, Alloh ezgulik qiluvchilar mukofotini zoye qilmagay. Biror kichik yoki katta sadaqa qilsalar, yoki Alloh yo'lida biror vodiyni bosib o'tsalar, albatta qilgan yaxshi ishlari sababli Alloh ularni mukofotlashi uchun ularga savob yozilur. Mo'minlar yoppasiga jangga chiqishlari shart emas. Ularning har bir guruhidan bir toifa chiqmaydimi? Qolganlari payg'ambardan dinni o'rganib, qavmlari ularga jangdan qaytib kelgach, gunohdan saqlanishlari uchun ularni ogohlantirmaydilarmi? Ey iymon keltirganlar, yaqiningizdagi Madina va uning atrofidagi kofirlarga qarshi jang qilingiz. Ular sizlardan dag'allikni topsinlar. Yana bilib qo'yingizki, albatta Alloh taqvolilar bilan birgadir. Biror sura nozil qilinsa, ular ichida bu sura qaysi biringizning iymoningizni ziyoda etdi deydigan munofiqlar ham bor. Ammo iymon keltirganlarning iymonlarini bu sura ziyoda qilur va ular shod bo'lurlar. Ammo dillarida illat, shak va nifoq bo'lganlarning esa iflosliklari kufrlariga yana ifloslik, kufr qo'shiladi va ular kofirlik hollarida o'lurlar. Ko'rmaydilarmi? Ular har yili bir yoki 2 marta sinovga uchramoqdalar. Shundan so'ng ham na tavba qiladilar va na eslatma oladilar. Biror sura nozil qilinsa, sizlarni biror kishi ko'rmayaptimi deb bir-birlariga qarab olib, so'ngra uylariga qaytadilar. Anglamaydigan qavm bo'lganlari sababli Alloh ularning dillarini aksiga burib qo'ygandir.
ey Makka ahli, haqiqatan sizlarga o'zlaringizdan chiqqan qiyinchiliklaringizdan alam chekadigan, sizlar bilan hidoyat topishingiz bilan qiziquvchi, mo'minlarga mushfiq va rahmdil rasul keldi. Bas shunda ham yuz o'girsalar, ularga ayting: menga Alloh kifoyadir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Unga tavakkul qildim. U buyuk arshning parvardigoridir. Yunus surasi Makka da nozil qilingan 109 oyatdan iborat. Surada Yunus alayhissalom va boshqa payg'ambarlar qissasi, iymon, e'tiqod, ilohiy kitoblar, qiyomat, qayta tirilish, jazo, jannat, do'zax kabi masalalar bayon etiladi. Unda asosan tavhidga da'vat, shirk va kufrga nafrat g'oyalari talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Ra. Ushbu zikr etilajak gaplar hikmatli kitob oyatlaridir. O'zlaridan bo'lmish bir kishiga, Muhammadga, odamlarni ogohlantiring va iymon keltirganlarga Parvardigorlari huzurida sodiqlik qadami borligi haqida xushxabar bering deb vahiy yuborganimiz odamlarga ajablanarli bo'ldimi? Kofirlar esa albatta bu Muhammad aniq sehrgardir dedilar. Albatta Rabbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratib, so'ngra arsh uzra mustavi bo'lgan Allohdir. Ish tadbirini puxta ko'rar, uning iznisiz biron shafoat qiluvchi bo'lmas. Ana o'sha Alloh Rabbingizdir. Unga ibodat qilingiz. Bas bundan eslatma olmaysizmi? Barchangizning qaytish joyingiz uning huzuridir. Allohning va'dasi haqdir. U yaratishni boshlaydi, so'ngra iymon keltirib, ezgu ish qilganlarni adolat bilan mukofotlash uchun uni barcha yaratganlarini yana hayotga qaytaradi. Kofir bo'lganlarga esa qaynoq suvdan iborat ichimlik va kofir bo'lganlari sababli alamli azob bordir. U quyoshni ziyo taratuvchi va oyni nur sochuvchi etgan, hamda yillarning adadini va vaqt va zamonga doir hisobni bilishlaringiz uchun uni, oyni manzillarga bo'lib o'lchab qo'ygan zotdir. Buni Alloh faqat haq, hikmat bilangina yaratdi. Biluvchi qavm uchun
oyatlarni u batafsil bayon qilur. Albatta tun va kunning almashib turishida hamda osmonlar va yerdagi Alloh yaratib qo'ygan narsalarda Allohdan qo'rqadigan qavm uchun alomatlar bor. Albatta biz bilan muloqotda bo'lishni kutmay, dunyo hayoti bilan qanoatlangan va u bilan dili taskin topganlar hamda oyatlarimizdan g'ofil bo'lgan kofirlar. Ana o'shalarning joylari qilmishlari tufayli do'zaxdir. Iymon keltirgan va ezgu ishlarni qilganlarni esa iymonlari sababli Parvardigorlari hidoyat qilur, ne'mati mo'l jannat bog'larida ostilaridan anhorlar oqib turgay. U yerdagi duolari: ey Alloh, senga tasbih aytamiz deyish va u yerdagi so'rashlari salom alaykum. Duolarining oxiri esa olamlar Parvardigori Allohga hamd deyishdir. Mabodo Alloh odamlarga yomonlikni ular yaxshilikka shoshilganlari kabi tezlashtirganda edi, albatta ularning ajallari bitgan bo'lar edi. Bas bizning muloqotimizni kutmaganlarni o'z tug'yon tajovuzkorliklarida gangib yurishlariga tashlab qo'yamiz. Insonga zarar yetganda yotgan holda yo o'tirib yoki tik turib ham bizga iltijo qiladi. Undan zararini ketkazganimizda esa go'yo yetgan zararidan bizga duo qilmagandek ketaveradi. Mana shu tarzda isrofchi tajovuzkorlarga o'z qilmishlari zinatli, chiroyli qilib qo'yildi. Sizlardan oldingi avlodlarni ham zulm qilganlarida va payg'ambarlari ilohiy hujjatlarni keltirgach inonmaganlarida halok qilganmiz. Shu tarzda jinoyatchilar qavmini jazolaymiz. So'ngra qanday ish qilishingizni kuzatishimiz uchun sizlarni ulardan keyin yerga xalifa, o'rin bosar qildik. Ularga bizning oyatlarimiz aniq qilib o'qib berilsa, muloqotimizni kutmaganlar bundan boshqa Qur'on keltir yoki uni Qur'on oyatlarini o'zgartir deydilar. Ayting, uni o'z tomonimdan o'zgartirish menga mumkin emas. Men faqat menga vahiy qilingan oyatlargagina ergashurman. Men agar Rabbimga itoatsizlik qiladigan bo'lsam, ulug' kun qiyomat azobidan qo'rqaman. Ayting, agar Alloh xohlaganda edi, men uni Qur'onni o'qimas edim va sizlarga ham Alloh uni bildirmagan bo'lar edi. Axir undan oldin ham umr bo'yi sizlarning orangizda yashab turdim-ku. Bas,
aqlni ishlatmaysizmi? Alloh nomidan yolg'on to'qigan yoki oyatlarini yolg'onga yo'ygan kimsadan ham zolimroq kishi bormi? Zotan jinoyatchilar hech qachon najot topmaganlar. Allohni qo'yib, ularga zarar ham, foyda ham keltira olmaydigan narsalarga ibodat qiladilar. Va ana shular Alloh huzurida bizni shafoat qiluvchilarimiz deydilar. Ayting, Allohga osmonlar va yerdagi u bilmaydigan narsalarni bildirib qo'ymoqchimisiz? Alloh ular keltirayotgan shirkdan pok va yuksakdir. Odamlar yagona ummat, bir dinda edilar. So'ngra turli xil bo'lib ketdilar. Agar Rabbingizdan qiyomatgacha qo'yib berish haqida so'z kechmaganida, tortishayotgan narsalari haqida allaqachon hukm qilingan bo'lar edi. Unga Muhammadga Parvardigoridan biror mo'jiza tushirilsa edi deyishadi. Bas ayting, albatta g'ayb ishlari Allohga xosdir. Kutingiz, men ham sizlar bilan birga kutuvchilardanman. Odamlarga yetishgan zarar, qahatchilik ketidan rahmat, mo'lchilikni tottirsak, nogoh ularda oyatlarimizga nisbatan makr, inkor namoyon bo'ladi. Ayting, Alloh tezroq makr qiluvchidir. Elchi, farishtalarimiz qilayotgan makringizni albatta yozib qo'yurlar. U sizlarni quruqlik va dengizda sayr qildirur. Sizlar kemalarda bo'lgan paytingizda va ular mayin shamol bilan ularni olib ketayotganida va ular bundan shodlanib turganlarida qattiq shamol hamda har tomondan to'lqin kelganda ular qurshovda qolganlarini bilib, agar shundan bizni xalos qilsang, albatta shukr qiluvchilardan bo'lurmiz deb ixlos bilan Allohga iltijo qilurlar. Alloh ularni xalos etgach, bexos yana yer yuzida nohaqdan tajovuzkorlik qilurlar. Ey odamlar, bu tajovuzingiz faqat o'zingizga zarardir. Bu rohat dunyo hayotining matohi, ovunchog'idir. So'ngra qaytish joyingiz bizning huzurimizdir. Bas, o'shanda qilgan ishlaringiz xabarini sizlarga berurmiz. Haqiqatan dunyo hayotining misoli xuddi biz osmondan tushirgan suv, yomg'ir bo'lib, odamzod va hayvonot yeydigan narsalardan iborat yer giyohlari u bilan aralashib, to yer yasanib va ziynatlangach, yer egalari o'zlarini unga qodir deb bilgan bir paytda yerga tunda yoki kunduzi bizning amrimiz kelib, uni kechagi kuni obod bo'lmagandek yig'ib olingan hosilga aylantirib qo'yganimizga o'xshaydi.
tafakkur qiluvchi qavm uchun biz oyatlarni shu tarzda batafsil bayon qilamiz. Alloh odamlarni tinchlik diyori jannatga chorlaydi va xohlagan kishini to'g'ri yo'lga hidoyat etadi. Ezgu ish qilganlarga chiroyli narsa jannat va ziyodalik Allohning didorini ko'rish bordir. Ularning yuzlarini qoralik ham, xorlik ham qoplamas. Aynan o'shalar jannat ahlidirlar. Ular u yerda mangudirlar. Gunoh ishlarni qilganlarga esa har bir gunohga o'sha barobarida jazo bordir va ularni xorlik qoplagay. Ular uchun Alloh tarafidan saqlovchi yo'q. Ularning yuzlari go'yo zulmatli tunning bir bo'lagi bilan qoplangandekdir. Ana o'shalar do'zax ahlidirlar. Ular u yerda mangu qoluvchilardir. Ularning hammasini o'sha kun qiyomatda to'plab, so'ngra shirk keltirganlarga sizlar va Allohga sherik qilib olgan butlaringiz joyingizda turingiz deb ularning oralarini ajrim qilamiz. Sig'inilgan sheriklaringiz aytur, bizga sig'inmas edingiz, bas Allohning o'zi biz bilan sizlarning o'rtamizda guvohlikka kifoyadirki, sizlarning bizga qilgan ibodatingizdan g'ofil edik. Ana o'sha yerda har bir jon egasi qilib o'tgan ishini sinab ko'rar va hammasi haqqoniy egalari Allohga qaytarilur. To'qib yurgan butlari ham ulardan g'oyib bo'lur. Ayting, sizlarga osmon va yerdan rizq berayotgan kim? Yoki quloq va ko'zlaringizga egalik qilayotgan kim? O'likdan tirikni chiqaradigan va tirikdan o'likni chiqaradigan va ishning tadbirini ko'radigan kimdir? Ular albatta Alloh deydilar. Shunda ayting, bas shunday ekan, qo'rqmaysizmi? Bas ana o'sha haqiqiy Alloh va Rabbingizdir. Haqiqatdan o'zgasi esa gumrohlikdir. Bas qayoqqa og'ib ketayapsiz? Shunday qilib iymon keltirmaganlari sababli fosiqlik qilganlar ustidan Rabbingizning azoblayman degan so'zi haq bo'lib chiqdi. Ayting, sherik but sanamlaringiz ichida oldin yaratib, o'lgandan keyin yana hayotga qaytara oladigani bormi? Ayting, Alloh oldin yaratib, so'ngra qaytara oladi. Bas qayoqqa og'ib ketmoqdasiz? Ayting, sherik but sanamlaringiz ichida haq yo'lga soladigani bormi? Ayting, Alloh haq yo'lga soladi. Haq yo'lga sola oladigan zot
ergashilishga haqliroqmi yoki yo'lga sola olmaydigan, balki o'zi yo'lga solinishga muhtoj narsami? Bas sizlarga ne bo'ldi? Qanday hukm qilmoqdasiz o'zi? Ularning aksariyati faqat gumon ortidan ergashadilar. Gumon esa biror narsada haqiqat o'rniga o'tmaydi. Albatta, Alloh ularning ishlaridan ogohdir. Ushbu Qur'on Allohdan boshqa kimningdir tomonidan to'qilgan bo'lishi mumkin emas. Balki u butun olamlar Parvardigori tomonidan kelgan, shubhasiz o'zidan oldingi narsa ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi va batafsil bayon etilgan kitobdir. Yoki uni Muhammad to'qigan deydilarmi? Ayting, u holda agar rostgo'y bo'lsangiz, unga teng birgina sura keltirib, Allohdan boshqa kimga imkoningiz bo'lsa, o'shalarni yordamga chorlangiz. Balki ular Qur'on ilmini egallamay va ta'vili, tafsiri kelmay turib, Qur'onni yolg'onga yo'ygandirlar. Ulardan oldingilar ham payg'ambarlarini xuddi shunday yolg'onchiga chiqargan edilar. Zolimlarning taqdiri qanday bo'lganiga boqing. Ular ichida unga, Qur'onga iymon keltirganlari bor va ular ichida unga iymon keltirmaydiganlari ham bor. Rabbingiz esa buzg'unchilarni biluvchiroqdir. Agar sizni yolg'onchiga chiqarsalar, ayting, mening amalim menga, sizlarning amallaringiz sizlarga. Sizlar mening qilayotgan ishimga daxlsizdirsizlar. Men sizlarning ishlaringizga daxlsizdirman. Ular ichida sizga beparvolik bilan quloq soladiganlari ham bor. O'zlari aql yurgizmaganlaridan keyin siz karlarga gap eshittira olarmidingiz? Ular ichida sizga shunchaki nazar tashlab turadiganlari ham bor. O'zlari ko'rmasalar, ko'rlarni yo'lga sola olarmidingiz? Albatta, Alloh odamlarga biror narsada zulm, nohaqlik qilmaydi, lekin odamlar o'zlariga zulm qiladilar. Ularni jamlaydigan kunda, qiyomatda o'zlarini bu dunyoda go'yo kunduz kunning bir soaticha turgandek sezishib, bir-birlarini taniy boshlaydilar. Alloh bilan muloqotda bo'lishni inkor etganlar ziyon ko'rdilar, hidoyat topganlardan bo'lmadilar. Agar biz ularga va'da qilayotgan azobning bir qismini sizga ko'rsatsak yoki oldinroq sizni vafot ettirsak ham, baribir ularning qaytib boradigan joyi bizning huzurimizdir. So'ngra qolganiga Alloh ularning kirdikorlariga guvohdir. Har bir ummat uchun payg'ambar yuborilgan.
Bas payg'ambarlari kelganda ularga, ummatlariga zulm qilinmagan holda o'rtalarida odilona hukm qilinur. Agar rostgo'y bo'lsangiz, bu va'da, azob qachon bo'ladi deydilar. Ayting, Alloh xohlamas ekan, men hatto o'zimga ham na zarar va na foyda yetkazishga aslo ega bo'lmasman. Har bir ummat uchun muayyan ajal, muddat bordir. Ajallari yetganda biror soat kechiktira olmaydilar ham, oldinga ham sura olmaydilar. Ayting, ko'rdingizmi? Agar uning azobi sizlarga kechasi yoki kunduzi kelsa, jinoyatchilar u azobning nimasiga shoshiladilar? Qachon o'sha azob ro'y bergandan so'ng unga iymon keltirdingizmi? Endimi? Uni qachon bo'ladi deb qistagan edingiz-ku? So'ngra zulm qilganlarga mangu azobni totingiz. Qilgan qilmishlaringiz sababligina jazolanursiz deyiladi. Sizdan u azob haqmi deb so'raydilar. Ayting, Rabbimga qasamki haq, u albatta haqdir. Sizlar esa ojiz qoldiruvchi, undan qutuluvchi emassiz. Zulm qilgan har bir jon egasi ixtiyorida, yerdagi bor narsa bo'lgan taqdirda azobdan qutulish uchun albatta uni to'lagan bo'lar edi. Azobni ko'rishgach, armonlarini ichlarida saqlaydilar. O'rtalarida ularga nohaqlik qilinmasdan odilona hukm qilinur. Ogoh bo'lingizki, osmonlar va yerdagi narsalar albatta Allohnikidir. Ogoh bo'lingizki, albatta Allohning va'dasi haqdir, lekin ularning aksariyati buni bilmaydilar. U tiriltirur va o'ldirur hamda oxiratda uning huzurigagina qaytarilursiz. Ey odamlar, sizlarga Rabbingizdan va'z, nasihat, dillardagi narsa, shirk va boshqa illatlarga shifo va mo'minlarga hidoyat va rahmat keldi. Ayting, Allohning fazli va rahmati bilan, bas albatta shular sababli mo'minlar shodlansinlar. U to'plagan narsa boyliklaridan yaxshiroqdir. Ayting, ko'rdingizmi? Alloh sizlar uchun nozil qilgan rizqdan birini harom, boshqasini halol qilib oldingiz. Ayting, bas ko'rdingizmi? Sizlarga Alloh ruxsat berdimi yoki Allohga tuhmat qilyapsizlarmi? Alloh sha'niga yolg'on to'qiydiganlarning qiyomat kuni haqidagi gumonlari nimadan iborat ekan? Albatta, Alloh odamlarga nisbatan fazl sohibidir, lekin ularning aksariyati shukr qilmaydilar. Qaysi bir mashg'ulotda bo'lmang,
undan Qur'ondan biror oyat tilovat qilmang. Umuman qanday ish qilmang, illo o'shanga kirishganingizdayoq biz sizlarga shohid bo'lurmiz. Yerda xoh osmonda biror zarra miqdorida yoxud undan kichikroq narsa ham Rabbingizdan chetda qolmaydi. Balki u aniq, bitik lavhul mahfuzda bordir. Ogoh bo'lingizki, albatta Allohning valilari, do'stlariga xavf yo'qdir va ular tashvish ham chekmaslar. Ular iymon keltirgan va taqvoli bo'lganlardir. Ularga dunyo hayotida ham, oxiratda ham bashorat, xushxabar bordir. Allohning so'zlarida o'zgartirish yo'qdir. Ana shu buyuk yutuqdir. Ularning, kofirlarning gapi sizni xafa qilmasin. Kuch qudratning hammasi Allohdadir. U eshituvchi va biluvchidir. Ogoh bo'lingizki, albatta osmonlar va yerdagi barcha jonzotlar Allohnikidir. Allohni qo'yib sherik but sanamlarga ergashib iltijo qiladiganlar faqat gumon narsaga ergashadilar va ular faqat taxmin qiladilar. U sizlarga orom olishlaringiz uchun kechani va ish harakatingiz uchun yorug'ni beradigan qilib kunduzni yaratgan zotdir. Albatta, bunda eshituvchi qavm uchun alomatlar bordir. Alloh farzand tutdi dedilar. U bu tuhmatdan mutlaqo pokdir. U g'ani boydir. Osmonlar va yerdagi narsalar unikidir. Sizlarning huzuringizda bu to'g'rida Allohning farzandli ekanini isbotlaydigan hech qanday hujjat yo'qdir. Alloh sha'niga bilmaydigan narsalaringizni gapirasizmi? Ayting, albatta Alloh nomidan yolg'on to'qiyotganlar najot topmaslar. Ular uchun bu dunyoda ozgina bahramandlik bor. So'ngra qaytishlari bizning huzurimizgadir. Shundan so'ng kofir bo'lganlari uchun ularga qattiq azobni tottiramiz. Ey Muhammad, ularga Nuh haqidagi xabarni o'qib bering. U o'z qavmiga aytganda: Ey qavmim, agar sizlarga mening orangizda turishim va Allohning oyatlarini sizlarga eslatishim og'irlik qilgan bo'lsa, bas Allohga tavakkul qildim. Sherik but va sanamlaringiz bilan bir bo'lib ishlaringizni qilaveringiz. Keyin ishlaringiz sizlarga g'am tashvish bo'lmasin tag'in. So'ngra hukmingizni menga ijro etaveringiz, meni kutib o'tirmangiz. Bas agar yuz o'girsangiz, sizlardan men xizmatim uchun haq so'raganim yo'q. Mening tegishli haqqim, savobim Allohning zimmasidadir.
men Allohga taslim etuvchilardan bo'lishga buyurilganman. Bas uni Nuhni yolg'onchiga chiqarishgach, biz uni va u bilan kemada birga bo'lganlarni xalos etdik va ularni yer yuzida o'rim bosarlar qildik. Oyatlarimizni yolg'onga yo'yganlarni esa to'fonga g'arq qildik. Ogohlantirilganlarning oqibatini ko'ring. So'ngra undan keyin ko'pgina payg'ambarlarni o'z qavmlariga yubordik. Bas ularga hujjatlarni keltirdilar. Ular oldin yolg'onga yo'ygan narsalariga endi ham iymon keltirmadilar. Tajovuzkorlarning dillarini shu tarzda muhrlab qo'yamiz. So'ngra ularning ortidan Musa bilan Harunni Fir'avn va uning zodagonlari huzuriga mo'jizalarimiz bilan birga yubordik. Bas ular kibrlandilar va jinoyatchi qavm bo'ldilar. Bizning huzurimizdan ularga haqiqat kelganida esa bu aniq sehr dedilar. Musa dedi: sizlarga haqiqat kelganda uning inkoriga so'z qilasizlarmi? Sehrmi shu? Sehrgarlarning omadi yurishmaydi-ku. Aytdilar: ota-bobolarimizning biz unda topgan narsa dinlaridan bizni burish va ikkovingizga yerda kattalik, hukmronlik bo'lishi uchun bizga keldingmi? Biz ikkingizga ham ishonuvchi emasmiz. Fir'avn barcha bilimdon sehrgarlarni menga keltiringiz dedi. Bas sehrgarlar kelgach, Musa ularga tashlamoqchi bo'lgan narsangizni tashlangiz dedi. Qo'llaridagi narsalarni tashlaganlarida Musa dedi: sizlar keltirgan narsa bu sehrdir. Alloh albatta uni botil, barbod qilur. Zero Alloh buzg'unchilarning ishini isloh etmagay. Garchi jinoyatchilar yoqtirmasalar-da, Alloh o'z so'zlari, amrlari bilan haqiqatni ro'yobga chiqarur. Musoga qavmidan faqat birgina zurriyot kishilari Fir'avn va uning zodagonlari fitna qilishlaridan xavfsiragan holda iymon keltirdilar. Zero Fir'avn yerda oliy mutakabbir va u isrofgar, tajovuzkorlardandir. Musa dedi: ey qavmim, Allohga iymon keltirgan ekansiz, bas unga tavakkul ham qilingiz agar musulmon bo'lsangiz albatta. Bas ular dedilar: Allohgagina tavakkul qildik. Ey Rabbimiz, zolimlar qavmiga bizni fitna, aldanuvchi qilib qo'ymagin. O'z rahmating bilan bizni kofirlar qavmidan xalos etgin. Musa va uning birodariga vahiy orqali qavmingiz uchun Misrda uylar hozirlangiz
va uylaringizni qibla namozgoh etib namozni barkamol o'qingiz va mo'minlarga esa g'alaba haqida xush xabar bering deb aytdik. Muso dedi: ey Rabbimiz, sen Fir'avn va uning zodagonlariga bu dunyoda zeb u ziynat va mol mulk ato etding. Ey Rabbimiz, bu esa odamlarni sening yo'lingdan ozdirishlariga sabab bo'ldi. Ey Rabbimiz, mol mulklarini barbod et va dillarini qattiq qil, toki qiyomatda alamli azobni ko'rmagunlaricha iymon keltirmasinlar. Alloh dedi: ikkingizning duoingiz ijobat etildi. Endi da'vat qilishda sobit bo'lingiz. Bilmaydiganlarning yo'liga zinhor ergashmangiz. Isroil avlodini dengizdan o'tkazdik. Fir'avn va uning lashkarlari ular ortidan zo'ravonlik va zulm yuzasidan ergashdilar. Unga Fir'avnga g'arq bo'lish soati yetishganda aytdi: iymon keltirdimki, Isroil avlodi iymon keltirgan zotdan o'zga iloh yo'qdir. Men ham musulmonlardanman. Alloh dedi: endimi? Axir sen ilgari itoatsizlik qilganding va buzg'unchilardan eding-ku. Mana bugun sendan keyingilarga belgi, ibrat bo'lishing uchun jasadingni qutqarurmiz. Haqiqatan odamlarning aksariyati oyatlarimizdan g'ofildirlar. Albatta, Isroil avlodini qulay joyga, Misr va Shomga joylashtirdik va ularga pok narsalardan rizq qilib berdik. Ularga to ilm, Tavrot kelmaguncha ixtilof qilmadilar. Albatta, Rabbingiz ixtilof qilgan narsalari haqida qiyomat kuni o'rtalarida hukm chiqarajak. Ey Muhammad, agar sizga nozil etgan narsa tarixiy voqealar xususida shubha qilsangiz, sizdan oldingi kitobni o'qiydiganlardan so'rang. Rabbingizdan sizga haqiqat vahiy kelgandan keyin sira shubhalanuvchilardan bo'lmang. Allohning oyatlarini yolg'onga yo'yadiganlardan ham bo'lmangki, aks holda ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolursiz. Albatta, taqdirlarida Allohning kofir bo'lurlar degan so'zi muqarrar bo'lganlar iymon keltirmaganlar. Ularga barcha mo'jizalar kelsa ham to qiyomatda alamli azobni ko'rmagunlaricha kufrda davom etaveradilar. Biz halok qilgan qishloqlardan biror qishloq ahli iymon keltirganda edi. Iymoni unga foyda bergan va halok bo'lmagan bo'lur edi. Illo Yunus qavmi shunday qildi. Iymon keltirishgach, ulardan dunyo hayotidagi xorlik azobini ketkazdik va ularni ma'lum vaqtgacha hayot lazzatidan
bahramand qildik. Agar Rabbingiz xohlasa edi, yer yuzidagi barcha kishilar yoppasiga iymon keltirgan bo'lar edilar. Bas, siz odamlarni mo'min bo'lishlariga majbur qilasizmi? Allohning iznisiz hech bir jon iymon keltira olmas. Azobni esa Alloh aql yuritmaydiganlarga ravo ko'rar. Ayting, osmonlar va yerdagi narsalarga ibrat nazari bilan boqingiz. Ammo iymon keltirmaydigan qavm uchun mo'jizalar ham, ogohlantirishlar ham foyda bermagay. Ular o'zlaridan oldin iymon keltirmay o'tganlarning kunlariga o'xshash azob yog'ilgan kunlarnigina kutmoqdalar. Ayting, kutaveringiz, men ham sizlar bilan birga kutuvchilardanman. So'ngra qiyomatda payg'ambarlarimiz va iymon keltirganlarga najot berurmiz. Shunday qilib, mo'minlarga najot berish bizga haq muqarrar bo'ldi. Ayting, ey odamlar, agar mening dinimdan shakda bo'lsangiz, bas sizlarning Allohni qo'yib sig'inayotgan but sanamlaringizga men sig'inmayman. Balki sizlarni vafot ettiradigan zot Allohga sig'inaman va menga mo'minlardan bo'lish buyurilgan. Shuningdek, menga buyurilganki, yuzingizni, o'zingizni to'g'ri bo'lmish dinda muqim tuting, aslo mushriklardan bo'lmang. Allohni qo'yib foyda ham, zarar ham yetkaza olmaydigan narsalarga iltijo qilmang. Agar qilsangiz, unda albatta siz zolimlardandirsiz. Agar Alloh sizga biror zarar yetkazsa, bas uning o'zidan boshqa uni ketkazadigan kuch yo'qdir. Agar sizga biror yaxshilik yetkazishni istasa, uning fazlini qaytaruvchi kuch ham yo'qdir. Uni fazlini bandalaridan xohlaganiga yetkazur. U kechirimli va rahimlidir. Ayting, ey odamlar, sizlarga Rabbingizdan haqiqat, Qur'on va payg'ambar keldi. Bas, kimki hidoyat yo'liga kirsa, faqat o'zi uchun hidoyat yo'liga kirgan bo'ladi. Kimki yanglishsa, bas o'zining zarariga yanglishgan bo'ladi. Men sizlarga vakil emasman. Sizga vahiy etilgan narsaga ergashing va to Alloh hukm qilgunicha sabr qiling. Albatta, u hukm qiluvchilarning yaxshisidir. Hud surasi Makka da nozil qilingan 123 oyatdan iborat. Hud payg'ambar nomi. Sura Yamanda yashagan Od qabilasiga yuborilgan payg'ambar Hud alayhissalom nomi bilan atalgan. Unda shirk, kufr, tavhid, iymon, islom, shariat ahkomlari, payg'ambarlar qissasi, Qur'oni Karim tafsifi va boshqa ma'lumotlar bayon etilgan.
mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Alif Lam Ra. Bu oyatlari mustahkam, qat'iy qilingan, so'ngra hikmat egasi va hamma narsadan xabardor bo'lmish zot tomonidan batafsil bayon etilgan kitobdir. Qisqacha bayoni esa Allohdan o'zgaga aslo sig'inmangiz degan xitobdir. Albatta men Muhammad uning nomidan ogohlantiruvchi va xushxabar beruvchidirman. Alloh buyuradiki: Rabbingizdan mag'firat so'rangiz, so'ngra unga tavba qilingiz. Shunda u sizlarni ma'lum muddat ajallaringiz oxirigacha chiroyli bahra bilan bahramand qilur va har bir fazilli, karamli, saxiy kishiga o'z fazlini ato etur. Agar yuz o'girsangiz bas, men sizlarga ulug' kun qiyomat azobi yetishidan qo'rqaman. Qaytish joyingiz Allohning huzuridir, u esa har narsaga qodirdir. Ogoh bo'lingizki, albatta ular kofirlar sirlarini undan maxfiy tutish uchun ko'kraklarini boshqa tomonga buradilar. Ogoh bo'lsinlarki, kiyimlariga o'ranib olganlarida ham Alloh yashirgan va oshkor qilgan narsalarini bilur. Albatta, u ko'krak dillardagi sirlarning bilimdoni.